Xitoy hökuməti məbləğ sağan bir dövlətlik tədqiqat türünün dokladında Xitoyning ikkinchi paytaxtini Uyg'ur elida qurish taklifi o'tirg'a qo'yilgan. Bu dokladda agar Xitoy ikkinchi paytaxtni Uyg'ur elida qurgan taqdirda davlat iqtisodini tamponlashtirg'ili, osonlik millatlar masalasini hal qilg'ili, Osiyo va Yevrosiyo ellari bilan bo'lgan munosabatni taraqqiy qildirg'ili bo'ladiganligi o'tirg'a qo'yilgan. Janubiy Xitoy atigalik pochtasi gazetining muxbiri Steven Changning xabariga qaraganda, yuqoridagi bu tadqiqot turi Shanxay Fudan universitetining professori Zhou Wen va Sichuan universitetining professori Mi Jun boshchiligidagi Xitoy tadqiqotchilar tomonidan olib berilgan bo'lib, bu doklad Beijingda chiqadigan ijtimoiy fanlar jurnalining 21 aprel kunidagi sonida e'lon qilingan. Bu dokladda Xitoyning Uyg'ur elida qurmoqchi bo'lgan ikkinchi poytaxti bilan Beijingning funksiyasining qanday taqsimlanganligi to'g'risida tafsilotlar berilmagan. Ammo uningda ikkinchi poytaxtni Urumchi yoki Qashqarga o'xshash nopusi bir qadar zichroq shaharlarga yaqin joyda barpo qilish kerakligi ta'kidlangan. Shunday qilganda osonlik millatlar bilan bo'lgan munosabatni yanada kuchaytirib, millatlar ittifoqligini yaxshilig'ili bo'ladiganligi ilgari surilgan. Janubiy Xitoy atigalik pochtasi gazetining xabarida deyilishicha, dokladda munolar o'tirg'a qo'yilgan. İkinci paytaxt osonlik millatlarga munosabatlik ishlarni bevosita bir taraf qiladi. Bu markaziy hukumat bilan yerlik millatlar o'rtasidagi aloqa va moslashishni yaxshilashga foydali. Osonlik millatlar orasida texnik kuchli bo'lgan aloqa va munosabatlarni ilgari surish orqali barliq fuqarolarga naf yetkazadigan texnik inoq jamiyat barpo qilib bo'ladi. Xabarda deyilishicha, Beijingdagi qistongchilik va muhit bulg'anishni pasaytirish qatorliq masalalar sababli ilgari ba'zilar Shanxay, Guangzhou, Jingzhou yoki Xi'anga o'xshash shaharlarda ikkinchi poytaxt ta'sis qilish haqida bir qism takliflarni o'tirg'a qo'ygan. Ammo bu takliflar ko'pincha hollarda ayrim bir tadqiqotchi tomonidan o'z oldiga yozilgan doklad asosida bo'lg'ashqa ancha ko'p diqqat qo'zg'amagan ekan. Halbuki ikkinchi poytaxtni Uyg'ur elida qurish haqidagi bu qitimliq cho'ng taklif 2019-yil Xitoyning davlatlik ijtimoiy fan fondi mablag' sog'an, bir balvoq bir yo'l qurilishining xatri va fursatini baholaydigan cho'ng bir tadqiqot turining mahsuli ekan. Undaqda Xitoyning ikkinchi poytaxt qurgandimi uni Uyg'ur elida ta'sis qilish planining maqsadi zodi nima? Xitoy hukumati zo'r so'mda mablag' sog'an bu tadqiqot turi chet ellardagi mutaxassislarning, bo'libmi Uyg'ur elini yaqindan kuzatib kelayotgan tadqiqotchilarning kuchli diqqatini qo'zg'adi. Uyg'urshunos, O'rta Osiyo masalalari mutaxassisi, Amerika George Washington universitetining professori Shan Robertsning qarashicha, bu bir yoqdan Xitoy hukumatining Uyg'ur elini Xitoy o'lkalariga o'xshash qilish siyosati bilan munosabatlik bo'lsa, yana bir yoqdan Xitoyning davlat xavfsizligi bilan munosabatlik bo'lishi mumkin ekan. Not necessarily saying the government's going to do this immediately, but I mean this kind of fits with what the Chinese government's been trying to do with the Xinjiang region. Bu taklif loyihasining cho'qim amaliylashidiganligi aniq bo'lmasa-mu, ammo men buni Xitoy hukumati Uyg'ur elida toki 1990-yillardan boshlagan siyosat bilan, ya'ni Uyg'ur rayonini Xitoyning ichki o'lkalariga o'xshash qilib o'tish ham birlashtirish siyosatining davomi deb qarayman. Yana bir yoqdan bu ish menga Qozog'iston hukumatining Qozog'istonning shimolini Rossiya tahdididan qo'g'dash uchun poytaxtni Olmutidan Ostonaga yetkazganligidek voqeani eslatdi. Xitoyning ikkinchi poytaxt qurish o'yi davlatning mudofaasi va xavfsizligi bilan munosabatli bo'lishi mumkin. It may also be about China's own defense. I think for a long time China's been concerned about integrating. Dr. Shan Robertsning deyishicha, Xitoy hukumati chegara rayonlaridagi muqimsizlikning sababini tashqi kuchlarning ta'siridan bo'ladi deb qarag'ashqa, uzundan buyon bu rayonlarda markaziy hukumatning ta'sir kuchi va hokimiyat iqtidorini kuchaytirishga tirishib kelgan. Perhaps aggravated by external forces. Now this doesn't mean that they're concerned about Central Asia or Russia invading. Albatta, bu deganlik Xitoy O'rta Osiyo ellari yoki Rossiyaning Uyg'ur eliga tahdid paydo qilish xavfidan ansirdi deganlik emas. Ammo Xitoy Yevrosiyodagi muqimsizlikdan ansirgan bo'lishi mumkin. Shunga u ikkinchi poytaxtni Uyg'ur elida qurish orqali g'arbiy chegarasini qo'g'dashni, shundaqla muqimsizlikning ichki Xitoyga yeyilib ketishining oldini olmoqchi bo'lgan bo'lishi mumkin.
Janubiy Xitoy Atigalik gezitining xabarida bayon qilishicha, Xitoy tadqiqotchilar bu dokladda ikkinchi poytaxtni Uyg'ur elida qurishning ahamiyatini tushuntirganda, Xitoyning o'tgan necha 10 yillik iqtisodiy tez o'sishining asosliq Shanxay, Guangzhou va Shenzhen qatorliq dengiz bo'yidagi shaharlarga markazlashgan eksportni asos qilgan zo'r ko'lamlik ishlab chiqarish va yasash kasbining turtkisida bo'lganligi. Ammo buning bilan Xitoy iqtisodining dengiz orqali bo'ladigan savdoga zo'r darajada beqinib qolganligini eskartgan. Шуңа докладта, әгәр яр шары транспорт линиясында калаймыканчылык йөз берсә, яки башка дәүләтләрнең деңиз армиясе белән токуныш кеп чыкса, деңиз юлы тиҗарәте зур хәвеф көчөрүши мөмкин диелгән. Улар яна тайфун борны ва деңиз йөзенең өрелеше катарлык табигый афатларның мо тәһдиденең Хитаенның икътисади ва иҗтимаи мөкимлегигә игыр тәсир күрсәтүгәнлыгын белдергән. Докладта яна мондак диелгән. İkinci paytaxt Beijingning hozirgi Xitoyning birdan-bir paytaxti bo'lish sifati bilan muhitning bulg'anishi, nopusning ko'payib ketish va boshqa xiroslarni hal qilishiga yordam beradi. Turkiya Hacettepe Universitetining o'qituvchisi, strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akramning qarashicha, yuqorida deyilganlar ikkinchi paytaxt qurishdagi maqsadning faqatli bir qismi bo'lib, bu asosliq Xitoyning jahongir davlat bo'lish orzusi bilan munosabatli bo'lishi mumkin ekan. Xitoy jahongir davlat bo'lishni nishon qilib 2049da dunyoning eng chong davlat bo'lishining yo'lida. Endi buni amallashtirish uchun shundaq mo'yim rayonlarda, misol Sharq Turkiston, O'rta Osiyo deymiz, undan keyin undan g'arb bo'lgan bu musulmon dunyosi deymiz. Ya'ni Turk dunyosi va musulmon dunyosiga ichildigan bir ishik. Shunga bu proyektni agarda Xitoy hukumati qabul qilib qolgan bo'lsa, mencha shu jahonga hokim bo'lishninki planining asosini quryotidi deb tushunamdi. Darvaqa Xitoy hukumati o'tgan yildan buyon Xitoyning zamonaviy universal qatnash tuguni sistemasi qurilishini boshlagan bo'lib, bu planga asosan Xitoy ichida 20 dak xalqaro universal qatnash tuguni shahri va taxminan 80 davlatlik universal qatnash tuguni shaharlari qurilishini ilgari surmoqchi bo'lgan. Xitoy xabarlar to'rida o'tgan yil e'lon qilingan bir xabarga qaraganda, bu plan bo'yicha Xitoyning g'arbiy shimolidagi Urumchini xalqaro universal qatnash markazi, Korla, Qashqar va G'oljini davlatlik universal qatnash markazi qilib qurib chiqish bekitilgan ekan. Undaqda Uyg'ur elida Xitoyning ikkinchi poytaxtini qurish va Uyg'ur elini xalqaralashtirishga munosabatlik siyosatlari Uyg'urlar uchun nimadan darak berdi? Doktor Shan Robertsning qarashicha, bu Xitoy hukumatining Uyg'ur elini xitoylashtirish qadamini teziltib qolmay, balki yana Uyg'urlarning bu tuproqqa bo'lgan igdorchilik va haqdorlik aziyishini keltirib chiqaradi ekan. I mean, I think it's still early to talk about implementation since it's just an idea. But if it was implemented, I think Albatta, hozir bu planning amaliylashishdan so'z echish texi baldur. Agar bu plan amaliyleşken taqdirda, bu Uyg'ur rayonining Uyg'ur xalqining ona vatani ekanligidek bir tarixiy uqumni oyoqlashtirishi mumkin. Buning rayonda allaqachon yuz berayotgan jiddiy shakldagi xitoylashishni yanada tezlashtiradiganligiga ishonaman. Bu plan Uyg'ur elining umumiy manzarasini va uning Beijingdagi markaziy hukumat bilan bo'lgan munosabatini tubdan o'zgartirdi deb qarayman. Change the landscape of the Uyghur region and change its relationship with central power in Beijing. Doktor Erkin Akram apandimi bu planning Uyg'urlar uchun foydasiz sharoit yaratadiganligini aytdi. Endi Xitoy hukumati Sharq Turkistonning bir yerda bir poytaxt qurishninki planiga o'tgan bo'lsa, birinchidan Sharq Turkistonning assimilyatsiya saviyasi yuksak bo'lishi lozim. Ya'ni Sharq Turkiston xitoylashish derecesi yüksek buluş lazım. İkinciden Şarkı Türkistan zemini çoğun ama terikçilik kılalaydıgan zeminler pek köpemez. Bunu köpeytiş için çoğun Şarkı Türkistan'a su ekiliş lazım. Eğer de bu su menbeğine Şarkı Türkistan ekilerse hem de Xitay nüfus tekimi köplep kilerleydi. Yani bence bu paytak kurulsa yani Uygurlarga bir payda tegidu degandek oylamayman. Janubiy Xitoy Atigalik gezitining deyishicha, odatdan davlatlik ijtimoiy fan fondiga oid tadqiqot turlari nihoyat qattiq tekshirish va baholash jarayonidan o'tkaziladi ekan. Beijingdagi ismini oshkorlashni xohlamagan bir shahar planlash tadqiqotchisi bu gezitga qilgan so'zda, bu taklif ilgirki takliflarga qaraganda bir qadar ishonchlik va belgilik salmoq egidek turadi degan.
U yana bu doklad bu jihatga faqat bir xil ko'z qarashga vakil qiladi. Boshqa olimlar va tadbir belgilaguvchilarning bu vaqtda o'xshamagan ko'z qarashi yoki muhim tashabbuslari bo'lishi mumkin. Axirgi hisobda bu turni yo'lga qo'yish qo'ymaslikni hukumat qaror qiladi degan. Erkin Akram apandining deyishicha, Xi Jinping boshchiligidagi Xitoyda hozir g'arb cho'kyotidi, sharq yuksilyotidi deydigan ko'z qarash hukm surayotg'achqa, Xitoy hukumati o'zining Jahongir davlat bo'lish yo'lidagi planlarini amalga oshira oladiganligiga to'liq ishonch bilan qaramoqda ekan. Biroq amaliyat rost shundaqmi? Buni kelajakdagi taraqqiyotlar oshkorlab berdi ekan.